Hormanglar akalar, mana sizlarga yangiligimiz bor. Videoni o'tkazib olishga shoshmanglar. Mana bu xudo xohlasa 221 dan yangi model 217 qilamiz. Ko'rasizlar, qanaqa bo'lishini akalar, bu 221 dan ancha bahaybat mashina bo'ladi. Orqalari ham juda katta mashinaga aylanadi, xudo xohlasa. Kuzatib borsanglar, buni ish jarayonlarini hammasini videolarini qo'yib boramiz inshaalloh. Ko'rasizlar, umuman boshqa model o'zgarib ketyapti. O'sha 23lardan ham yengillanib ketyapti modeli. Mashina eniga ham o'zi keng. Mana ko'rishingiz mumkin, kapotlari ham juda bahaybat, kattalashib, 21 dan ancha serioznilashyapti mashina. Xudo xohlasa bu hali hech qayerda qilinmagan polni yangi proyekt. Mana o'zini 21 ko'rishingiz mumkin. O'zi kichkina bo'ladi. Uni oldida ancha kichkina 21. Xudo xohlasa kuzatib borsanglar, ish jarayonlarini qo'yib, bitishlarni ham inshaalloh qo'yib boramiz. Sizlardan faqat poddeshka bilan like bosib tursanglar bo'ldi akalar.